Diqqat, diqqat, e'lon! 2025-yilning 6-dekabr kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida yashovchi Alisher Qassob akamizning katta ko'pkarisi belgilandi. Ko'pkari sababchilari Mamlakatxon onamizning 73 yosh yubiley to'ylari hamda Alisher akamiz farzandi Usmonjon, Alisher akamiz nabiralari Muhammad hamda Alilarning sunnat va xatna to'ylaridir. Ko'pkari solimlari, tuyalar, toylar, tanalar, qo'chqor, sarka gilam hamda pullik solimlardir. Oxiriga syurpriz solim tikiladi. Ko'pkarini Jando'st Tulenov hamda Qahramon Qurbonovlar boshqarib boradi. YouTube xizmatida Sanjarbek TV bo'ladi. Ko'pkarimiz o'sha mashhur Mustang maydonida chopiladi. Barchangizni ko'pkarimizda kutib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli taqdirlar, polvonlar va